Ana bugün yangi yil. Bitta odam topishim kerak nima? Bir o'zim bu og'irlik qiladi. Ichim qisadi bir o'zim. Birini olishim kerak, mayonez dedi. Shu alive. Hey amsa, Jonating. Ha, men qarang bitta ish bu. To'xtang. Jon, endi sizga bir xizmat bor. 2 minutlik. men seni hech qanday xizmating qilmayman, Ismat. Asamizmi men? Men qarang Jon. Qarang, ichimizdagi husumatlarni eski yilda qoldiraylik. Yangi yil kelyapti. Bir xursand bo'lib uyda bir 2 minutlik xizmatchi bor. Menga qara, 20 ta yangi yil kelsa men sen xizmating qilmayman, Ismat. Men qarang. Uyda konyak bor. Hamsiya jonim. Bunday xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering. 5 butilkagacha qilaveramiz xizmat. Men qaytmayman. Siz eng zo'r hamsiyamsiz. Endi o'tmishda qolgan husumatlarni qoldiramiz. Qoldi hamma. Yangi yilda aql bo'lamiz. Yangicha. Aql bo'lamiz. Chili 40 ming tamom. Chela tegmang siz ham. Men Men 40 mingman, siz ham 40 ming tamom. Tamam. Oldik. Ikkimiz ham suv ichamiz, 30 la suv ichsin. Tamam, men tarafini ko'rmang, hamsiya. Oldik. Tamam. Mana qarang, o'z qiyra ketayotgandingiz. Hamsiya shuni yaxshi eslatdingiz. Keliningiz Aliviya qilaman deydi. Bodiring. Bodiring bor. Bor. Keyin kalbasa. Kalbasa ham o'zimda bor. Mayonezmi? Mayonez yo'q lekin. Olib kelish kerak-da. Ana shu xizmat tugasin. Keyin bemalol mo'jnasiz. Mun tugatib keyinmi? Yana bitta odam chaqiramizmi yo'q? Haqiqatan tezroq tugaytibdi. Chaqiring. Kimmi? Bitta odam chaqiraymi? Chaqiring. Tezroq tugaytmi? Mana shu darvozadan chiqaman, birinchi ko'rgan odamni olib kelaman. Davay, tezroq. Hozir ana shu yerda kuting, ham ketmang. Diyalarni ishta qilaman, diyalarni. Kim bor ekan? Qorbo. Toq, berak. Dadam nimada ekan endi? Hozir. Hamsa qo'rbon top keldi. Qo'rbon top keldi. O'tir. Zerichadi qorboya. She'r aytib beradi bizlarga bitta. Biz sovg'a beramiz keyin. Alloh. Keling. Qo'ying. Zokir. Amaki dadam bilmasin, iltimos jim o'tir. Bil. Hech kimga gapirmayman. Nima beraylik? Bering. Yo'q, nima? Yo'q, dadam gapiradi. Ana, dadasi. Dadang bilan men o'zim gaplashaman. Ol qorbo, ol. Odam o'zi bilan ham o'zi gaplashadi-da. Gaplashadi. Oling gapirmang. Oling. Hamsiya? O'g'lingiz ham ichamanmi bundan? Yo'q. İçmeyin. O'g'lim Xudoga shukr aqlli. Ana. Hozir uyda dars qilayotgan bo'lish kerak. Bu Qorboboning kiyimida. Nima deganingiz? Ya, o'z ichsa nima qilasiz? O'g'lingizni ichsa nima qilasiz? Tasavvur qiling, ichdi. Ko'p gapirdingiz-da, olinglar. İchsa og'zini yirtaman. Yirtadi. Va. İchmasin. Qorbo lekin ko'p durtasiz meni. Oling, ketdik. Menga qaranglar, xotinga iltimos men yozilgansa. Shover qilmang, to'xtang hamma o'zi yo'ling topamiz hozir. Nima? Hamsa yaxshi keldingmi? Yangi yillar bilaman. Hay, mabodo yerim kelmadilarmi? Erish kelmadi lekin. Bilasizki, men urushqliman erish bilan. Qorbo keldi, qo'rqiz keldi, erish kelmadi lekin. Uyda agar erish kelmadi. Mana qo'rqiz chiroyli lekin. Assalomu alaykum. Husniya otdi mana. Ko'ryapsizmi Husniya kapak mana. Nima? Narsa olib chiqsin ha bu. Bacham, o'g'lim. Ha, dada. Ana bildi, İsmat o'g'liligini bildi. Dadasi? Ana. Bu ham bildi.